Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Mana xudo xolasa do'stlarimizni obyektiga ham keldik. Bismillahirrohmanirrohim. Bu yerda vanna qilingan. Razmeri 90 ga 180 ekan. Skritliklari bilan. Nebishni smesitellar. Xo'sh, devorning kafillari 60 ga 120. Bu tomoni naqshli. Toshga o'xshagan bu tomoni naqshsiz oddiy. Bu yerda 1 yil oldin Ahrorbek Dostonbek degan do'stlarimiz qilgan ekan katta ustalar. Podsetkalarni qo'yib, pulkalarni ham 45 dan kesib, o'ta chiroyli qilib bitirib qo'yishibdi. Installyatsiya, gigiyeniskiy dush. Batareyani ham chiroyli marka qilib, ichiga kirgizib qo'yibdi. Откосlar ham xudo xolasa juda go'zal ipak signalizatorlari bilan bitirib qo'yishibdi. Strelniy mashina turadi, mayda rakovina, tepada zerkalo bo'ladi podsetkani. Polki ham 60 ga 120. Juda go'zal chiqibdi. Yoqqan bo'lsa like bosinglar. Hammaga omad.